Aciz müminden güçlük müminni texmi yaxşı ko'radigan Rabbimiz bizni xuddi ma'naviy jihatdan kuchlantirish uchun iymon va islom ta'limotlari berganiga o'xshash jismoniy jihatdan kuchlantirish uchunmi bir ta'limot bergan. U bo'lsa-mu eng pok narsalarni iste'mol qilishdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Ramazon ayinlar muborak bo'lsin. Qur'on Karim sadolaridan biri bo'lgan yuqorqi oyat karimida Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarni ikki turli yaxshilikka chaqirdi. Uning biri pak ve halal yiyish, yana biri bo'lsa shukr qanoatchan bo'lishdir. Biz bugungi suhbatimizda bu ikki katta ne'mat haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo insonlarni yemek ichmak bilan hayotini davomlashtiradigan qonuniyat bilan yaratgan bo'lib, insonlar yemek ichmaksiz hayotini davomlashtira olmaydi. Undaq bo'lgan ekan, to'g'ri bo'lgan iste'mol odati yetildirish inson badanining sog'lom bo'lishi va yaratilish maqsadiga uyg'un xizmat qilishi uchun to'liq muhimdir. Oyatda tilga olingan pak narsalar haqida mufassirlar zotida halol bo'lgan, ya'ni badan yoki aqlga ziyonli bo'lmagan, shundaqla haloldan kelgan, o'g'irlash, bulash, qimar, jazoni deganga o'xshash harom yo'llardan kelmagan pokiz narsalarni ko'rsatadi degan. Undaq bo'lganda yuqorqi shartlar tepilgan lazzatlik, shirin va foydali yemekliklarmi pok narsalar qatoridan o'rin olgan bo'ladi. Alloh taolo mu'minlarni mu'minlik sifati bilan nido qilgan holda pokiz narsalardan iste'mol qilish orqali aqliy va jismoniy jihatdan sog'lom bo'lishga buyurgan. Bu yerdagi buyruq ba'zida mubohlik va ihson qilishni ifodalasa, hayotni saqlab qolish uchun bo'lganda vojiblik darajasi ko'tariladi. Bo'libmi bugünkidek yemek içmek sahasi musulmonlarning qo'lida bo'lmagan bir davrda yavatgan tayyor yemeklik va ichimliklarning islomdagi halol haromlik ta'limotiga uyg'un yoki emasligiga alohida diqqat qilish har bir musulmonning ustiga vojib deb qarasak aşırı etken bulmayımız. Undaq bo'lmaydigan isil o'ralgan, ammo tarkibida odam badaniga ziyonliq moddalar bo'lgan yoki harom narsalar aralashgan yemeklik va ichimliklarni iste'mol qilish orqali Allohning nidosiga quloq solmaganlar qatoridan bo'lib qolamiz. Shunga oila va bola chaqalarimiz iste'mol qilayotgan yemekliklarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Biz Allohning bu ne'mat orqali texmi kuchlik va sog'lom badanga erishish bilan birga duolarimizning ijobat bo'lishidan iborat ne'matigimi nail bo'la olamiz. Oyatda bayon qilingan ikkinchi ne'mat bo'lsa shukr qanoat qilishdir. Insonning yaratquchisini tunigandan keyin qiladigan eng katta ishlaridan biri shu yaratquchisi ato qilgan ne'matlarga rahmat aytishdir. Yuqorqi oyatdagi buyruq bo'yicha shukr qilish insonning ustiga vojib. Hatta eng muhim amal qilish kerak bo'lgan vojibotlarning biri hisoblanadi. Ya'ni kelib Alloh taolo bizni pokiz narsalardan yeyishga buyurgandan keyin shukr qilishga buyurgan. Nimishqa? Chunki shukr qilish mavjud ne'matni qo'g'daydi va mavjud bo'lmagan boshqa ne'matlarni elib keladi. Alloh taolo Ibrohim surasining 7-oyatida va id ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. O'z vaqtida Parvardigoringlar ne'matiga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kufroni ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi deb jakarladi deydi. Ibn Qayyim rahimahulloh shukr haqida shukr qilish deganimiz Alloh taolo ato qilgan ne'matlarni rahmat aytgan va e'tirof qilgan holda tilda bayon qilish va buyruqlarga itoat qilish orqali amaliy harakati bilan isbotlashdir deydi. Ibn Qayyim rahimahullohning ta'biriga asosan shukr qilish 3 asos ustiga quriladi. Shukrning birinchi rukni ne'matni qalbida e'tirof qilishdir. Bu haqda Ibn Abbas radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalom insonlarning ichida shukr qilguvchilar va ne'matga tong'uvchilar bor. Ularning bir qismi bu Allohning rahmeti deydi. Yana bir qismi bo'lsa, falon yulduz ko'rsatgandek chiqdi mana deyishidi deydi. Dal shu vaqtda Alloh taolo Voqea surasining 82-oyati bo'lgan "Va taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun" sizlar Allohning rizq berganligiga shukr qilishning o'rniga rizq berguchini inkor qilamsizlar degan oyatni nozil qilgan deydi. Shukrning ikkinchi rukni bo'lsa, ne'matni tilda so'zlashdir. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: "Va amma bi ni'mati robbika fahaddith." Parvardigoringning sana bergan ne'matini kishilarga so'zlab bergin. Shukrning 3-rukni bo'lsa, ne'matni Allohga itoat qilishga sarf qilish. Alloh taolo Saba surasining 12-oyatida
Davud alayhissalom oilasiga xitob qilib, "I'malu ala Davud shukra va qalilun min ibadiyash shakur." Biz aytdikki, ey Davud oilasidagilar, Allah'ның bu çoğ nimetleriga şükür qilinglar. Mening bandalarimdan Allah'ның nimetleriga şükür qilguvchi bek azdır deydi. Shundaqla suyumlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalommo ibodat qilib topallar ishib ketganda, "Men shukr qilguvchi banda bo'lmaymanmi?" degan edi. Demak, yuqorqi 3 arkonni amalga oshirish orqali bir musulmon haqiqiy shukr qilgan bo'ladi. Bir musulmon haqiqiy shukr qilguvchi bo'ladi. Ammo jamiyatimizga qarab boqadigan bo'lsak, bu 3 arkonni haqiqiy amalga oshirgan kishilarning xuddi Alloh taolo aytgandek nihoyat az ekanligini uchrata olamiz. Bir qism kishilar shukr qilishni tirishmaslik, intilmaslik deb tushunib olgan bo'lib, ularning nazarida hozirgi ahvolni o'zgartirish uchun tirishmasin bo'ladi. Alloh xolisa ularning ahvoli tirishmasin o'zgaradi. Amaliyotda bu qarash yuqorqi oyatlarga xilofdir. Alloh taolo bizni shukr qilish orqali ne'matni ziyoda qilib olishimizga, haqiqiy mu'minlarning g'albi nusratni oldi bilan shukr qilish, shukr qilgandimi dilda, tilda va amaliy harakatimizda namoyon qilishga buyuradi. Undaqda biz bugun hijratdan iborat bu katta ne'matga erishgan aziz muhojirlar bu ne'matga shukr qila oladikmi? Bu erkin dunyoda dinimiz va millatimizni kuchlantiradigan, farzandlarimizning kelgusi istiqboli uchun tirishchanlik ko'rsatadigan Allohning diniga taxmi ching esilish, hijrat diyorlaridagi qulay sharoitlardan foydalanib, vatanimiz uchun xizmat qilish jihatlarida yetarli tirishchanlik ko'rsatdikmi? Amaliyotda bizdan talab qilinayotgani bir kishilik yashash emas, balki bir ummat uchun yashash edi. Ammo qaysi birimiz bu ne'matga loyiqda shukr bildira oldik deya olamiz? Agar bu sharoitlardan obdan foydalanib, Uyg'ur musulmonlarining manfaatiga xizmat qildira olmasak, yanada Allohga shukr qilgan bo'lamdik yoki tuzkurlik qilgan bo'lamdik? Mana bu savollar biz bu ulug' oy va kunlarda o'zimizdan so'rab javob berishga tegishlik muhim savollardir. Xulos qilib aytganda aziz qarindoshlar, biz shukr qilish orqali iymonimizning haqiqiy ekanligini isbotlay olamiz. Shundaqla Allohning sevgisi va yaxshi ko'rishiga muyassar bo'lamiz. Shukr qilish ato qilingan ne'matlarning taxmi ziyoda bo'lishi va barakatli bo'lishiga sababchi bo'ladi. Oxiratda bo'lsa, Allohning azobidan saqlab katta ajrga noil qiladi. Oxirida ulug' Allohdan bu ulug' oy va kunlarda har bir qarindoshlarimizga haqiqiy shukr qilish ne'mati ato qilishini so'raymiz.